Nimaga cho'g' ekan? Bu ayol beva ekan. Yo'q, qanaqa dada? Mana bu tug'mas xotiningni o'zingga ham, bolangga ham tupurdim, tushundingmi? Bu nima bu? Nima ahvol bu? Nimaga cho'g' ekan? Haligi To'xta. O'zim tushuntiraman. Shef. Yangi ijrochilarimiz pul to'la olmayapti. Buni menga nima qizig'i bor? Ko'pini chiqarib yubordik. Orasida bitta beva ayol ham bor ekan. Bu pulini 2-3 kunda qilib beraman dedi. Hozir qiynalib qoldi. Men nima endi yana 2-3 kun kutishim kerakmi? Nima endi sizlarning o'rninglarga men ishlashim kerakmi? Sizlarni nimaga qo'yib qo'yibman? Shef, haligi bu ayol beva ekan. O'zi ham zo'r narsa, shef. Nimaga tushunmaysiz? Men ham oddiy ishchiman. Shefga pullarni vaqtida yetkazishim kerak. Meni ham sharoitimni ozgina tushuning. O'g'limni biroz topib bo'lmadi. Shuning uchun ishga chiqolmadim. Sizga boshqa taklif bersak, nima deysiz? Tushunmadim. Qanaqa taklif? Shef qo'li juda ham ochiq. Agar ularga yoqib qolsangiz, hamma sharoitlaringizni qilib beradi. Mana shu ham sizga qolishi mumkin. Menga qarang. Men birovning yordamiga muhtoj emasman. Bunaqa gaplaringizni boshqa gapirmang. O'zim to'layman. Yo'q, Janonmi? Unda bir ko'rish kerak ekanda. Ish qilib ko'rishga arziydimi? Shef, rosa ham ketib o'rgan. Ko'rsangiz dod deysiz. Odamni qiziqtirib qo'ydilaring-ku. Mayli, bor ishlaringni qillaring. Ha. O'zim hal qilaman. Assalomu alaykum dadajon. Bilardim kelishingizni. Juda ham sog'inib ketdim sizni. Qanaqa dada? Pul topishni ham zo'r yo'lini topibsanlar-ku. Chaqir oyingni. Oyi, Kim ekan o'g'lim? Guli. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'g'lim, chet elga ketyapsan. Mana bu tug'mas xotiningni uyga jo'natvar. Kerak emas menga bunaqa tug'mas ayol. Oyi, gaplashib olganmiz-ku axir. Qo'ysangizchi, nima keragi bor? Oyjon. Hozir qo'ymoq tayyor bo'ladi. Yo'q, shart emas. Men aeroportga kech qolyapman. Ketishim kerak. Oyi, bitta duo qiling. Qani ilohim. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yo'llaring bexatar bo'lsin. Amin Alloh. Voy, menga qara. Sen hali ham shu yerdamisan? Oyjon. Oyjon deyman meni. Men senga necha marta aytdim, ko'chko'raningni yig'ishtirganda uyingga jo'nagin deb. Qayerga boraman oyjon? Mengachi sendagi tug'maydigan kelinning keragi yo'q. Axir farzandni Alloh beradi-ku oyjon. Voy, biram aqllisiz, biram aqllisiz. Nima? Yo'lingni topolmayapsanmi? Buni nima qilganingiz? Oyjonga jo'natmaydim. Yo'lboraman oyjon. Jo'na dedim. oyi, bu kishi men dadam bo'ladi-ya. To'g'ri topdimmi? Ha o'g'lim. Bu odam seni dadang. Men darrov tandim. Chunki ularning rasmlarini doim ko'rsatardingiz. Har doim maqtardingiz. Dadang yaxshi inson derdingiz. Chindan ham ular yaxshi insonlar. Guli, shu gaplar rostmi? Bu bola meni o'g'limmi? O'shanda homiladorligimni aytish uchun uyingizga borgandim. Assalomu alaykum oyjon. Va alaykum assalom. Siz yaqinda buvi bo'lar ekansiz. Qanday yaxshi. Sen tug'ar ekansan-da. Ha, mana o'zing qog'ozi. O'zingga ham, bolangga ham tupurdim, tushundingmi? Bir oydan keyin o'g'limni to'yi. Bu uyga boshqa qadam bosmagin. Iflos. Oyjon haydab soldilar. To'yiz bo'layotganini eshitib, ortimga qaytgandim. Nodirbek siz o'g'lingiz.